Meni kechiring katta ena. Muallif Qo'chqor Norqobul. Sen qarisan, ke bolam. Aylanayin o'zimda jizilavog'imdan. Ke berman, ke. Bormayman. Aytdim-ku, kampir bilan rasmga tushmayman deb. Bo'yning shordozdaygina bilib taysallamay kelag'ayindi. Tavba. Qush begi bilan shavla jemabdi. Itning kallasini tovoqqa solsang dumalab ketibdi. Kemasang kema, ey. Katta enam gumgo'rstay. Savlatdor kampir iljaygan ko'yi bir o'zi rasmga tushadi. Meni esa ajinam otlangan. O'zimni qayerga qo'yishimni, qaysi joyga ko'tarib urishimni bilmayman. Katta enamga sensirab depsinishim befoyda. Otam jilmayib bosh irg'aydi. Ketimga xivich tushishi xavfi tug'ilsa, qochib qolish uchun hovli eshigiga yaqinroq kelib battar yig'lay boshladim. Bu qilig'im otam bilan onamni kulgisini qistadi. Ular iljayishdi. 6 yoshlar chamasida edim. Yozning jizg'anak kuni. Boshimdan shovullab oqqan ter yuzimga o'rnashgan chang bilan qorishgan. Oshnalarim bilan kechadigan it olishuvlar sabab egnimdagi uvada ko'ylagimning tugmalari allaqachon sitilib ketgan. Shu bois pastki burchini bir-biriga bog'lab qo'yganman. Qorin qurmag'ur ochiq. O'zim bir ahvoldaman-u, katta enam bilan birga suratga tushishni or qilganimga o'layman. Hovliga o'qday uchib kirishim hamon sezdim. Uydagilar hammasi juft bo'lib rasmga tushishibdi. Otam bilan onam, singlim va ukam, menga esa katta enam balogardon, kampir, xunuk qariya. Yig'lab to'polon qilganimcha borda, bular meni buncha yomon ko'rishadi. Tatar rasmchi ota-onamga nimadir dedi va menga qarab qo'ydi. "Bo'pti, o'zing tushaver", dedi otam. Esimda. Alloh ochiq, past qismi tugilgan, tugmasiz, yoqavayron ko'ylakda yuzimda teru kir ko'pchib suratga tushdim. Xursandman. To'g'rida, qari kampir bilan rasmga tushishni nima keragi bor? Rasmchi ketayotib qulog'imni burab qo'ydi. Orqasidan so'kinganimcha qoldim. Kunlarning o'tishi qiyin bo'ldi. Men sabrsizlik bilan rasmchini kuta boshladim. Har kuni onamdan so'rayman, "Nega anavi Tatar bova kelmayapti?" "Keladi bolam, keladi." Tuproq ko'chada changga botib to'p o'ynab, qorib, qalloslab hovliga kirsam, voyish ostidagi supa chetida o'tirib, kattakon jomadonidan oynaband taxtalafga solingan rasmlarni olib onamga uzatayotgan Tatar amakini ko'rdim. "Meni rasmim qani?" dedim pishnab, nafasim bo'g'zimga tiqilib. "Senikini keyin ishlab kelaman." Onamni qo'ldagi portretga qarab, hang-mang bo'lib qoldim. Mana, singlim bilan ukam, "O, bunchalar ajoyib." Ularga rasmchi amaki juda chiroyli kiyimlar kiygizib, rangli va tiniq surat ishlagan ediki, og'zim ochilib qoldi. Chunki singlim va ukamni bunday kiyimlari yo'q edi-da. Ota-onam ham rasmda po'rim ust-boshda havas qilarli darajada menga jilmayib turishardi. Katta enamni qo'ldagi rasmga qaragim kelmadi. Katta enam oynali taxtalabxni dasturxon ostiga solib qo'ydi, xuddi men ko'raman deb bo'lib borayotgandek. Yana achchig'im chiqdi. Yig'lay boshladim. Atrofga alanglab tosh qidirardim. Buni payqagan rasmchi xaxolab kuldi-da, juftakni rostlab qoldi. Kunlar o'taverdi. Mehmonxonamiz to'ridagi oyna shkaf ichida turgan ota-onam, singlim va ukamning portretiga qarab ich-ichimdan kuyaman. G'ayrligim tutadi. To'g'rida hammasining rasmi bor-u meniki yo'q. Tag'in bularni suratlarini bunchalar chiroyli ishlagan ukag'ar Tatar. Meni esa aldab ketdi, nomard. Katta bo'lsam, eni g'ardi rosa uraman. Shu Tatar amaki dom daraksiz ketdi. Uni boshqa ko'rmadim. Rasmdan umidimni uzdim. Maktabga chiqdim. O'qishga ketishim oldidan katta enam doimo boshidagi keng mo'l ro'mol uchidagi tugunchani yechib menga pul beradi. Men
Oxiri katta enamni ham doimo uchi tugilib turadigan, yechsa ichidan pul yoki chaqa chiqadigan ro'molni ham yaxshi ko'ra boshladim. Keyinchalik katta enamning hovlimizdagi tomil oysuvoqli kulbasiga biri to'la so'mka-po'mka kitob daftarim bilan ko'chib o'tdim. Ochig'i, bora-bora katta enamni yaxshi ko'rib qoldim. To'y tomosha bormi, xotin xalajning gap gashtagimi katta enamga ergashib ketaverardim. Kampir ham meni yeru ko'kka ishonmas. Agar ota-onam koyishsa xafa bo'lib qolar. Ovqatga chaqirishsa ham bormas edi. Oxiri ota-onamning o'zlari kelib uni ergashtirib ketishardi. Aytdim-ku, katta enam ancha savlatdor, baquvvat kampir edi. Ovozi ham do'rillab chiqar, maqol taqalning uyini kuydirar, jahli chiqsa shunday tutaqardiki, gapi zambarakning o'qi kabi tushgan yerini o'yib ketar, tekkan odamini chilparchin qilib yuborardi. Menga enamning maqollari yoqardi. Mendan achchiqlansa ham shunday tutab yonardiki, sha'nimga aytilgan kesatiq-u kinoyalardan negadir ko'nglim yayrardi. Ular quloqlarim ostida hamon jaranglab turadi. Oradan 50 yilga yaqin vaqt o'tyapti. Bugun yozuvchi bo'lib nimadir yozayotgan bo'lsam, ahyon-ahyonda katta enamning gaplari ongu shuurimda jaranglab qoladi. Qahramonlarim qiyofasi, xarakteri, tasvirini katta enam shundoq tepamda turib ta'riflayotganga o'xshaydi. Ishonavering, shunday bo'ladi. Uzr, biroz chalg'idim. Bolaligimga qaytsak. Keyinchalik katta enamning ro'moli uchidagi tugunchalar uchun emas, menga jon tomirlik tuyg'usi, momolik mehri bilan bog'lanib yashayotganini bola qalbim bilan his etgach, chin dildan yaxshi ko'rdim va o'zim ham undan ayrilmay qoldim. Ota-onam, ukalarim cho'lga ko'chib ketishdi. Men katta enam bilan qoldim. Maktabni tugatganimda yiqqan-tikkan pullarni qo'limga tutqazib shaharga o'qishga yubordi. Yo'lga otlangan o'sha kunim katta enam devorga suyanib allanechuk bo'lib turdi. Ovozi osmonni titratib, bulutni to'zg'itadigan baxshidil momoning shunday bir ojizona, mung'ayib mendan ko'z uzmay turishini ko'rib, yuragim uzilib tushganday bo'ldi. Ich-ichimdan og'riq qo'zg'aldi. Hayotimda ilk bor katta enamning ko'zlarida yosh ko'rdim. U jilmayishga urinar, lekin lablari pir-pir uchar, faqat bosh irg'ab boraver ishorasini qilardi. Eshigimiz oldida qo'shnimizning mashinasi kutib turardi. Birinchi kursni tugatgach afg'on urushiga ketdim. U yoqda har bir kunim yillarga cho'zildi va nihoyat uyga qaytdim. Ota-onam va ukalarim bilan ko'rishgach, hovlimiz burchidagi kulba, katta enamning uyi tomon yugurdim. Qiya ochiq ostonada bir burdagina, ozg'in, begona bir kampir hassaga tayangan ko'yi men tomon nimjon qo'llarini cho'zib nimadir deb gapirishga chog'lanar, lekin ovozi chiqmasdi. Seskanib ketdim. Vujudimda titroq, ich-ichimdan og'riq qo'zg'alib, bo'g'zimga nimadir tiqildi. Qarshimdagi qoqsuyak momoni ich-ichimdan katta enam ekanligini his qilardim, lekin ko'zlarim sira bunga ishonmas. Tasavvurimdagi keng kelbat, juzzasidan g'ayrat toshgan, oppoq va tiniq yuzlarida tabassum balquvchi kampirni izlardi ko'zlarim. Men katta enamni dast ko'tarib uycha ichiga olib kirdim. U xuddi yosh boladek bo'ynimdan quchib olgan, serajin yuzidan shoshqator yosh kelar, behol barmoqlari bilan sochlarimni silardi. Bolaligim bo'yi o'rnashib qolgan qadrdon kulba ichida katta enamni quchgan ko'yi devorda iliqliq oynavand lavhli suratga ko'zim tushdi. Suratda chiroyli, siymosi oydek tiniq, boshida och sariq, gulli ro'mol o'ragan xushchehra bir kampir bilan ozoda va orasta,
ajoyib kiyingan bir bolakay mening bolaligim qarab turardi. Men titrab ketdim. Tik turgan ko'yi suratdan ko'z uzmay o'ksib yig'ladim. Enama, o'zimning enajonim. Sen nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi, bolaligim? Sen uchun bugun men katta enamdan uzr so'rayman, bebosh bolaligim. Har kuni umr bo'yi uzr so'rayman. Meni kechiring, katta enajon. Meni kechiring. O'sha kuni katta enamni oppoq kiyintirishdi. Farishtadaygina bo'lib jilmayib o'tirdi kampir. Meni ko'rgani kelgan hech aqrabo, qo'ni-qo'shni, hamqishloqlar katta enamga yuzlanishardi. Bolangiz kelib suyunib qoldingizmi, enajon? Mana o'g'lingiz ham keldi, ena. Katta enam xira tortgan ko'zlarini titroqli ojiz barmoqlari bilan silab, boshi irg'ab jilmayadi. Shukr, shukr. Xudoyimga shukr. Bo'ldi-da, ena, hadeb yig'layverasizmi? 2 yil uzuv kun yig'laganingiz yetadi, ena, kulishardi xotin xalaj. Otam aytadi, katta enang sho'rlik faqat devordagi rasmingga tikilib yig'lardi. U seni onang bilan mendan ham qizg'onadi. Onam aytadi, katta enangning joni senda edi bolam, u meni emas, seni tuqqanman deb o'ylardi. Bu dunyodan kimlar o'tmadi? Katta enam ham bu dunyoni bizga qoldirib ketdi. Yuragim bo'shab qolgandek sezaman o'zimni. Biroq katta enam yuragimga juda ko'p qanotli va hikmatli gaplarni, ko'p asarlarni qoldirib ketganini his qilaman. Katta enam bo'lmaganda men yozmasdim. Yozuvchilik ko'chasiga kirmagan bo'lardim. Umri uzoq bo'lsin, ota-onamning ular ham keksayib qolishgan, ular mening 2 qanotim ekanligini his qilaman. Parvozimning balandligi shundan, biroq katta enamni sog'inaman. Mana oradan 50 yilga yaqin vaqt o'tyapti. Bugun biz Kavkazga uchamiz, sihatgohga. Xotinimga deyman, hamma kerakli narsalar olindimi? Oldim. Katta enam bilan tushgan suratingiz mana bu sumkada. Ha, men bu suratni doimo biror joyga bormoqchi bo'lsam, o'zim bilan olib olaman. Masalan, xizmat ishi bo'yicha qaysidir mehmonxonadami, sihatgohdami, qayerda bo'lsam ham o'zim yashayotgan xonadagi shkafmi yo stolmi, qulayroq narsaning ustiga joylab qo'yaman. Meni kechiring, katta ena. Muallif Qo'chqor Norqobil. E'tiboringiz uchun rahmat. Bola tinchlik mavzusida insho yozdi. Bor yo'g'i 6 qatorgina. Onam sigir sog'adilar, non yopadilar. Men va ukalarim issiq nonni sindirib sut kosaga solamiz. Bu tinchlik. Onajonim otajonimga non ushatib beradilar. Otajonim nonga chap qo'lini uzatadilar. O'ng qo'lini afg'on urushi yegan. Bu urush. Bizning uyimizda tinchlik va urush yonma-yon yashaydi. Muallima bu bitikni o'qib yum-yum yig'ladi. Insho. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar.
Uning bir oyog'i yo'q edi. Qo'ltiq tayoqni kursi chetiga qo'yib, sotuvchi qizdan eng qimmat tuflining bir poyini uzatishini so'radi. Uning bir oyog'i yo'q edi. Qo'ltiq tayoqni kursi chetiga qo'yib, sotuvchi qizdan eng qimmat tuflining bir poyini uzatishni so'radi. Tufli lop-loyiq keldi. Sotuvchining g'alati ahvolga tushganini sezib, shosha-pisha shunday dedi: "Xavotirlanmang, narigi poyini ham olaman. Unisini Voronejdagi oshnam Volodyaga jo'nataman. Biz birga jang qilganmiz." Sotuvchi qiz titrab ketdi. Jangchi jilmaydi. U do'konlardagi bunday holatlarga ko'nikib qolgan edi. Jangchining tuflisi. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. Nega yiqirayapsan? Nima bo'ldi? O'q tegdi. Ha? Ha, o'q. Qoq ko'ksimga kirib butun tanamni kuydiryapti. Buncha alaqsiysan, tushuntirib gapir. Boshingga tushsa bilasan. Do'stning sotgani dushmanning otganidan yomon. Qo'lida emas, qalbida miltig'i bor odamdan ehtiyot bo'l. Og'riq. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. Bir galachiya bo'ri uvilladi. Sher esa jim. Iziga qaytdi. Bu joy na'ra tortishga arzimasligini bildi. Qadringni bil. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. Hikoyangizni o'qidim, muhtaram adib. Chindan ham hamma bolalar farishtami? Ha. Xayriyatki, ular hozircha odam emas. Shunchaki bola, janob general. Bu nima deganingiz, hurmatli adib? Ular odamga aylanishgach, oralaridan tanklar, samolyotlar, bombalar o'ta boshlaydi. Qayg'uli javob. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. Odam bo'lishdan boshqa hamma narsa juda oson. Adib hikoyani shu jumla bilan boshladi va shu zahoti uning tugaganligini angladi. Qisqalik. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. U menga yordam bermadi, nomardlik qildi. Hechqisi yo'q. U kimmi? Nega unday deysan? Hozir shunday qilsang, ertaga u seni sotgan taqdirda ham o'zingni yo'qotib qo'ymaysan. Saboq. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar. Otajon, Sardor akam qo'shnimizni tomiga tosh otdi. Chaqimchilik qilma. Chaqimchilik nima u? Juda yomon. Sotqinlik degani. Shuni aytgani u sotqinlikmi? Ha. Sotqinlikning katta kichigi yo'q. Xuddi o'limning yolg'oni bo'lmagani kabi. Bola o'yga toldi. Kattalarning hayotiga kirish naqadar og'ir ekanligini angladi. Muhimi, eng yomon narsani murg'ak qalbi his qilganday bo'ldi. Tarbiya. Qo'chqor Norqobil. Hikmatlarga to'la satrlar.
Nega uxlolmayapsiz? Qayerdan bilay, doktor? Shuning uchun sizni oldingizga keldim-da. Ha, ishtahayingiz yaxshi. Ko'rinishingiz ham tetik. Bilmayman. Doim ko'nglim g'ash. Ichimda bir og'riq bor. Barcha tashxislar yaxshi chiqdi. Shifokorning boshi qotdi. U qarshisidagi kimsaning Parvardigordan o'zga hech kim davolay olmaydigan xastalik. Tibbiyot ham hali tashxisini topa olmagan hasad kasaliga yo'liqqanligini bilmasdi. Tuzalmas dard, qo'chqor norqabul. Hikmatlarga to'la satrlar. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan do'st, shunchaki do'st. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida g'oyib bo'ladigan do'st, do'st emas. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan, boshingga bulut kelganida xiyonat qiladigan do'st, dushman. Boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan quvmaydigan, boshingga bulut kelganida izingdan qolmaydigan do'st, haqiqiy do'st. 4 toifa. O'tkir Hoshimov, Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi. 4 qiz 3 o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi, qizlarini chiqardi, hammasini uyli-joyli qildi. Ko'z yumayotganida hammalaringdan mingdan ming roziman dedi. Qarashsa, kafalligi yo'q ekan. Otalar va bolalar. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. To'qqizinchi asr. Muhammad al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi. 10-asr. Abu Nasr Farobiy Aristotelning metafizika asariga eng mukammal sharh yozib, 2-ustoz unvonini oldi. 11-asr. Abu Rayhon Beruniy yer bilan oy o'rtasidagi masofani o'lchadi. Ibn Sino meditsina qomusi tip qonunlarini yaratdi. 14-asr. Sohibqiron Amir Temur Yevrosiyoning yarmini tasarrufga oldi. Ahli ilm boshini silab o'lmas obidalar yaratdi. 15-asr. Ulug'bek 1019 yulduzning harakat jadvalini tuzdi. Alisher Navoiy o'lmas xamsasini yozdi. 16-asr. Boburnoma olamga tarqaldi. 17-asr. Shohjahon dunyodagi 7 mo'jizaning biri Toj Mahalni bunyod etdi. 20-asr. O'zbek sovet olimlari misli ko'rilmagan ixtiro qildilar. Tarix xatosini tuzatib, o'tmishda biz yoppasiga savodsiz bo'lganimizni isbotlab berdilar. Tarix xatosi. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan. Tanishdilar, sevishdilar, turmush qurdilar, farzand ko'rdilar. To'ng'ichi nimjonroq edi, kasal bo'lib ko'p kuydirdi. O'rtanchasi o'yinqaroq edi, qamalib chiqdi. Kenjasi qiz edi, erkaroq o'sdi, turmushi buzildi. Bir kuni erkak kechasi uyg'onib ketdi. Uzoq o'ylab yotdi. Qarasa, ayoli ham uyg'oq ekan. Onasi dedi: "Dunyoga kelib, nima ko'rdik o'zi?
Bilmasam, dedi ayoli xo'rsinib. Bobotoqqa borganimda qurib qolgan ikkita daraxtni ko'rgandim. Ikkalasi bir-biriga suyanib turardi. Umr O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan.